Endi ham remont qilmasangiz bilmadim, lekin $1000 ga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'ylar. Fasad qismiga usta akamiz eng so'nggi rusumdagi fasonda jiddiy travinting qilib berganlar. Uyingizni fasad qismini remont qilmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video sizlar uchun. Sokelga bitta baho berib qo'ylar. Sizlar ham kafel deb o'ylayapsizlarmi? Bu jiddiy travintingdan qilingan sokel mana shuni endi kafel qilish ham shart emas. Kafeldan ancha arzon tushadi. Loyda olamiz. Mana bunday bemalol surtamiz. Mana qaranglar. Devolingiz kir bo'lib qoladimi, loy bo'lib qoladimi? Bemalol yuvib ishlataverasizlar. Qaranglar, qani zo'r jiddiy travinting. Даже buni qo'ldan ish qilish shart emas, suvda o'zida ketadi. 1 kvadrat metri $10 dan tushadi sizlarga. So'mda esa 120 ming so'm bo'lyapti. Narxcha zo'rmi? Usta haqqi, mahsulotlar, tiyagalar, patlar hammasi ichida bo'ladi. Polirovka, lak, jemchuqlargacha qilinadi. Sizlarning obyektlaringiz o'zi devor aslida shkaturka holatda bo'lsa, usta akalarimiz kelib mana shu chiroyli qilib jiddiy travinting tortib berishadi. Narxcha zo'rmi? $1000 ga bitta obyektimizga baho berilib, bir haftaning ichida mana shu chiroyli holatga keltirib berganlar. Usta haqlari, mahsulot hamma narsasi ichida. Devolingiz kir bo'lib qolsa, shunday suvda olasizlar mana. Yuvib ishlataverasizlar. Haqiqiy jiddiy mo'ysha travinting bo'ladi. Arzongandek remont qilaman desangizga ekranda nomerlar chiqarib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar.